Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga 6 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan qishloq sharoitiga mos bir qavatlik 6 ta asosiy xona va qo'shimcha yordamchi xonalardan iborat bo'lgan uy proyektini namoyish qilmoqchiman. Avvalo videomizni boshlashdan oldin sizlardan bittadan like, podpiska va undan tashqari o'z fikrlaringizni kommentariylarda qoldirib ketsangiz, keyingi videolarda ham sizlarning xohishlaringizdan kelib chiqib videolar chiqarishga harakat qilaman. Xo'sh, bir boshdan avvalo uchastkamizning razmerlariga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek eniga 25 metr va uzunasiga ham xuddi shunday 25 metr. Shu holatiga 6 sotixdan sal ziyodroq yer maydonini o'z ichiga oladi. Ko'cha tomondan tushuntiradigan bo'lsak, mana bu asosiy kiradigan darvozaxonamiz. O'ng tomonimizda bitta kattagina mehmonxona. Bularni razmerlarini ham keltirib o'tishga harakat qilaman. Keyingisi mana bu bitta bolalar xonasi va o'rtada bitta sanuzelimiz bo'lyapti. Va bu tomonda asosiy ota-onalar uchun yotoqxonamizni joylashtirganmiz. Bu xonalarning joyini almashtirish ham mumkin. Bu samarqandlik mijozimizning talabiga binoan qilgan va o'sha kishining xohishlaridan kelib chiqib planlashtirilgan. Va mana bu yerda yana bitta kalitka qoldirib ketganmiz. Bu tomonga alohida hovli tomonga ko'cha tomondan kirishlik uchun. Va hovli tomondan qisqacha yana ko'rsatib o'taman. Ya'ni mana bu tomondan darvozaxonadan to'g'ri kirib keladigan bo'lsak, bu yerda ham yana bitta kiradigan eshigimiz bor asosiy uyimizga va boya aytganimdek mana mehmonxonamiz, mana bu yerda kattagina ayvonimiz bo'lyapti. Va buning davomida xuddi shunday mana yozgi oshxonamiz bu yerda. Bu yerning o'zidan to'g'ri podvalga tushib ketadi. Mana bu katta ayvonimizdagi podval bo'ladi. Va bu tomonda hovlimiz uchun bitta hojatxona va hammomni ham tashlab ketganmiz. O'rtada kattagina yashil zonamiz, mana to'y ma'rakalarda, boshqalarda bemalol o'tirsa, hovlimiz ham, uyimiz ham kattagina chiroyli ko'rinib turadi. Va asosiy uyimizga qaytadigan bo'lsak, mana asosiy darvozaxonadan to'g'ri kirib kelamiz. Asosiy uyimizga kiradigan eshigimiz paradniy vxod mana shunday holatda qilingan. Va bu yerdan kirganimizda mana bu oshxonamiz bo'lyapti. Bu yerga kiriladi. Oshxonaga darvozaxonamizdan ham kirsa bo'ladi va uyning ichidan ham kirsa bo'ladi. Va bu tomonda bitta hol berganmiz. Buni detskiy ehtiyojga qarab detskiy xona qilsa ham bo'ladi. Va mana bu yerda ham yana bitta detskiy xonamiz bo'lyapti. Umumiy hisobda 6 ta asosiy xona va undan tashqari qo'shimcha yordamchi xonalardan iborat bo'lyapti. Tomlari yopilishi bu ham mijozimizning talabiga binoan hozirgi kunda urf bo'lgan do'ppili tom shaklida qilganmiz. Lekin bu bunaqa varianti sal qimmatroq tushadi tomi. Agar ehtiyojga qarab oddiy tom qilsa ham uyimiz chiroyli ko'rinaveradi. Xo'sh, bir boshdan endi tomlarni olib uyimizni yana ham tushunarli bo'lishligi uchun 3D plan shaklida ko'rib chiqamiz. Buning uchun tomlarni yashirib turamiz. Ya'ni mana umumiy tepadan ko'rinishi yana ham tushunarli bo'lishligi uchun mana bunday qilib tashlayman. Agar kerak bo'lsa screenshot qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bir boshdan endi buni tushuntiradigan bo'lsam, mana to'g'ri darvozaxonadan kiramiz. Kattagina darvozaxonamiz bo'lyapti va buning yonida mana kattagina mehmonxonamiz. Razmerlariga qisqacha to'xtalib o'taman. Hamma xonanikini ko'rsatib o'tirmayman, ko'p vaqt ketadi. O'shaning uchun ba'zilarini ko'rsatib o'taman. Mana 760 bo'lyapti va eniga bunaqasi mana 360 bo'lyapti. Kattagina mehmonxonamiz bo'ladi. Va bu yerga kirish mana darvozaxonadan to'g'ri aylanib keladigan bo'lsak, через ayvon kiriladi. Mana bunday kirganimizda bu yoqda mana mehmonxonaga kiramiz va kerak bo'lsa mana bu ayvonda ham yoz kunlari bemalol mehmon kutsa ham bo'ladi. Kattagina ayvon, o'tirganimizda hovlimiz mana bunday chiroyli ko'rinib turadi. Mana shunday holatda ko'rinib turadi. Mana darvozaxonalarimiz ham hammasi chiroyli ko'rinib turadi. Va ayvonimiz davomida mana aytib o'tganimdek yozgi oshxonamiz, shu yerning o'zidan to'g'ri podvalga tushib ketamiz. Ayvonimiz tagi podval bo'ladi va davomida mana bu yerda bitta yuvinish xonachasi, mana bu yerda mana bitta hojatxonamiz va to'g'rida kattagina hovlimiz uchun hammomni qoldirib ketganmiz. Endi asosiy uyimizga qaytamiz. Mana darvozaxonadan to'g'ri kirdik. Asosiy uyimizga mana kiradigan qism, yana bitta zapasnoy kiradigan qismimiz bor. Bu yerdan to'g'ri koridorga kirsak, oshxonaning o'ziga alohida yana bitta eshik tashlab ketganmiz. Через bu yoqdan aylanib kelib yurmaydi. Shu yerdan o'zi ehtiyojga qarab bu yerdan kirib chiqaversa ham bo'ladi. Va bu tomonda ham asosiy kirish qismimiz bor. Mana hovli tomondan qaraganda bu yerda ham to'g'ri koridorimiz bor. Shu yerdan hamma xonalarga o'tiladi. Bir boshdan tushuntiradigan bo'lsak, to'g'ri kiramiz. Mana bu yerda oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamizni bu yerga joylashtirganmiz, hamma tomonga yaqin bo'lishligi uchun. Mana shu qismga oshxonani joylashtirganmiz. Oshxonadan mana bu yerdan yana bu yoqqa chiqib ketsa ham bo'ladi. Va bu tomonimizdan hol berganmiz. Bitta mana bunday asosiy hol, choy ichib oilaviy o'tiradigan xona. Lekin ehtiyojga qarab buni ham birorta yotoqxona yoki bolalar xonasi sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Va bu tomondan kirish qilamiz. Ya'ni bu tomondan ham tushuntiraman. Bu yoqda ham to'g'ri koridor bor.
to'g'ri ketadigan bo'lsak, mana bu kotyolxonamiz, kladovka va kotyolxonamiz bo'ladi va buning yonida bitta detskiy xona berganmiz. Hovli tomonga mana polni yonida bo'lyapti. Va ko'cha tomonga qaytadigan bo'lsak, to'g'ri kiramiz. Mana bitta detskiy xonamiz bu tomondan qaraganda mana ko'cha tomondan qaraganda kattagina detskiy xonamiz. Buni ham razmerlarini keltirib o'taman. Mana razmerlari 5 metrga bunaqasiga 340 bo'lyapti, kattagina xona bo'lyapti. Va koridor bo'ylab to'g'ri ketadigan bo'lsak, mana uyimiz uchun asosiy umumiy sanuzilimiz mana bu yerdan kiriladi, koridordan, ya'ni kelganda mana bunday koridordan kiriladi. Va keyingisi spalniy ota-onalar uchun yotoqxonamiz bo'lyapti. O'zining ichida sanuzili bilan birga, ya'ni mana bu yerdan to'g'ri kirsa, ko'cha tomonga qaragan mana sanuzilimiz mana shunday holatda ko'rinib turadi. Umumiy hisobda mana shunday ixchamgina qishloq sharoitiga mos bo'lgan proyektimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomeri va Telegram nomerimni mana bu yerga video ostida qoldirib o'taman. Yana bir bor tomlarini ko'rsataman. Umumiy ko'rinishlari mana shunday holatda bo'lyapti. Ko'cha tomonda fasadimiz mana shunday holatda bo'ladi.